Esіңді болсын сүйім сабақташылар, әрқандақ бір адамның бір кайфият чәмбірікі болды. Бұл кайфият чәмбірікі тәбейлі башқаларының кайфият чәмбірікі тәсір қылды. Әр аялла отырсы да айырым үзігі тәбә кайфият чәмбірік болып қалмастан ортақ кайфият чәмбірікім болды. Алымла бұл вақыт мұндақ бір тәжіріп ішлеген. Uzun müddet öğütüqan işki әр аялны işki şəhərgə apırıb etken. Bulanın miңсіге bir xil Меңнің арық бір xil keypiyat yüzbəsə yürüydіға yəlir oldu. Şunu çetiş arqılı sınaq qıyğan. Nəticədə ayalğa məlum şəkildə onu xuşal qılış arqılıq, onun xuşal boğan vaxtıda miңsінің yürüydіған yerine күзеткен. Ayalның miңsi, yəni xuşal altı yürülğan vaxtda təbil nemədіsə, yan bir şəhət durğan yol dışıға hiç qandaq bir sırtqı qıdıqlaş bəyimgen əxval astıdı mı? Ayalının miңsi yürüğa yeri, irninkidim yürüğan. Yəni xuşal bir keyfiyat болып qalğanda moming çimi oldu. Nemiş qında xuşal boğunu bilmeydi. Əməliyyətdə biz bunu kvanit çirmişi dep mi atayımız. Yəni әр ayalla отырсыды ki, bir-birisiga təsir qilish. Ma'lum nuqtalab aytganda әр ayalning orasidagi ma'lum birisining kayfiyatiga o'zgarish tamamen bu oiladagi bola yoki jo'risiga tabiiy ta'sir qildi degan gap. Endi biz dastlabda bir uqumni bilishimiz kerak. Ya'ni muhabbatchiligi degan bir uqumni bilishimiz kerak. Muhabbatchiligi degan nima? Har bir odamning bir muhabbatchiligi bo'ldi. Bu chilik quruqliq qolganda, bu chilik quruqliq qolganda odamda nurg'unlagan benormal harakatlar, tititliq, bearamchilik, suv qochgisi keladigan ahvollar kelib chiqadi. Ayol o'rtasidagi barliq ziddiyat dal nima esa muhabbatchiligining quruqlanib qolishdan bo'ldi. Agar ballada muhabbatchilik quruqlanib qolgan bo'lsa, bular butunlay qiliqsiz harakatlarni elib keldi va bu balla intan yolg'izlik his qildi. Garchi ota-onasi endi tu'simi, yanla ota-onasini sevindi. Mana bu uyda turib, uyni sevinish deb qaraldi. Şuna bugünkü derste biz qandaq qilib bu muhabbatchilikni to'shtag'il bo'ldi to'g'ri so'zlaymiz. Mana resimni qarab baqsanglar, bayatanqi quvonib chirmishi degan tajribaning yana bir xil shakli. Ya'ni bu odam qarshi tarafning muhabbatchiligini to'ldirgan vaqtda qarshi tarafning muhabbatchiligi tabiiy nimasi qarshi tarafni to'ldirdi degan gap. Ma'lum nuqtadan elib etgan vaqtda biz qarshi tarafda muhabbat his qildik, qarşı tarafdaki bu xil his tuyg'u tabiiy bizning muhabbatchiligimiz ta'sir qilib, bizning muhabbat his qildirdi degan gap. Unda bo'lsa qanday qilib biz muhabbatni his qila olamiz? Endi har qanday bir odamning bir muhabbat tili bo'ldi suyimli savoqdoshlar. Muhabbat tili. Bu xil muhabbat tilining o'xshash bo'lmasligi nurg'un vaqtlarda odamlarda tushunuvsizlik keltirib chiqardi. Mundaş aytgan vaqtda siz boshqalarga o'zingizning muhabbat tilini so'zlaysiz. Ammo u sizning muhabbat tilingizni tushunmaganlik uchun siz tushundirgan bu xil muhabbat tilini tushunmaydi. Bu nima deganlik degan vaqtda hamma odam o'zining muhabbat his qilish usuli bo'yicha boshqalarga muhabbatini ifodalaydi. Shunga bu yerdagi muhabbat tili deganimiz nima esa bir odamning muhabbat his qilish shakli qartildi. Men qaysi xil shaklda muhabbat his qilsam, qarshi tarafni dal shu xil shaklda muhabbat his qildi deb uningga muhabbatimni bildiraman. Ammo qarshi taraf chu degan vaqtda qarshi taraf siz muhabbatni his qilgan shaklda muhabbat his qilmas mumkin. Uning muhabbat tili boshqa bo'lishi mumkin. Mana shu vaqt nima deganda nurg'ulg'an ziddiyatlar paydo bo'ldi. Bu xuddi masalan siz bir chet davlatda turib qoldingiz. Siz bir kuni Seydukuna kirdiniz. Seydukuna kirib bir sho'xlanmoqchi bo'ldingiz. Siz uning o'zingizning tilida men sho'xlab dedingiz. O sizning tilingizni tushunmaydi. Shuning bu chuqur laz da'vatga o'xshaydi deb sizga laz berdi. Siz bu lazni olganda albatta xushal bo'lmaysiz bu inkasdan. Achchiqlaysiz. Qarshi taraf sizning nima achchiqlayotganingizni texan bilmaydi. Men buni laz berdim-ku deb qaraydi. Bu yerdagi masala nima? Uningmi xato emas, uningmi xato emas. Bu yerdagi masala nima esa bir-birining tilini tushunmaslik. Şuna nurg'un vaqtlarda nurg'un ota-onalar bolalarga shundoq ko'yindi. Eng chong tirishchanlik bilan bolani xushal qilmoqchi, uningda bir xil muhabbat his qildirmoqchi bo'ldi. Ammo bu bolalar yanada nima esa bir xil muhabbatsizlik, yolg'izsiraydi. Doim bular sen meni yaxshi ko'rmaysan degan gaplarni ko'p anglaydi. Nimishqa? Chunki bolalarningmi muhabbatni his qildigan bir tili bo'ladi.
Agar atani bu xil tilda so'zlayolmaganda, ularning barliq men balam uchun ko'yinayotiman degan yoki muhabbat beryapman degan barliq usullari mag'lub bo'lgan gap. Shunga araylar o'tirsidimi bu xil muhabbat tilini tushunish dal qarshi bir-birisining muhabbatchiligini to'ldirishda intayin muhim o'rinda turdi. Masalan bir odam deyli u sovg'atga erishsa o'zini shundoq baxtli his qildi. O'zini shundoq bir yaxshi ko'rilgandek his qildi. Demak, sovg'atga erishsa o'zini nihoyat yaxshi ko'rilgan odam 100% boshqalarga sovg'at berishni yaxshi ko'rdi. Ya'ni o'zi yaxshi ko'rgan odamga sovg'at berish orqali o'zining muhabbatini ifodalaydi. Biroq qarshi taraf hargizmi sovg'atga erishish orqali muhabbat his qiladigan tipga kirmaydi. Natijada qarshi taraf sovg'atga erishgandan keyin bu taraf sovg'at bergandan keyingi umid qilgan imkonsini bermaydi. Albatta bu men sovg'at bersam u xuddi mendek xushal bo'ldi deb qaraydi. Ammo qarshi taraf u xil xushal imkonsini bildirmaydi. Hatto xafa bo'ladiganlar bo'lishi mumkin. Bu vaqt uchun degan vaqtda sovg'at beruvchi odam ig'ir darajada umidsizlandi. U shundoq ko'ngli yerim bo'ldi. Mana bu nima degan vaqtda muhabbat tilining o'xshash bo'lmasligi nurg'un vaqtlarda xato tushunishni, ziddiyatlarni, og'rinishlarni, umidsizlanishni keltirib chiqaradigan gap. Shunga biz qarshi tarafda muhabbat his qildirimiz deganmiz, cho'qim qarshi tarafning muhabbat tilini tushunishimiz kerak. Odamlarning muhabbat tili har xil bo'lishi mumkin. Bu yerda bir ochqushliq bir narsani bilib olishingiz kerak. Men bayatın dedim, kim qaysi xil usulda muhabbet his qilsa, boshqalarga shu xil usulda muhabbatni ifodalaydi. Bu dal bizning qarshi tarafning muhabbatini tushunishimizdagi pek muhim ochqich. Endi bugungi dars shu deganda, bugungi darsda biz taxminan oldi. Bugungi darsimizda biz asosliq arayollar o'tirsidagi o'xshash bo'lmagan muhabbat til to'g'ri so'zlaymiz. Ko'pincha vaqtlarda ayollarning muhabbat his qilish usuli bilan erlarning muhabbat his qilish usuli o'xshamaydi. Ammo bir ayolni faqat ayol shaklidagi er deb qaraydi. Ayolmi erni nima desa, er shaklidagi bir ayol deb qaraydi. Ya'ni qarshi tarafdagi barliq hissiy ilmitlarni yoki qarshi tarafdagi muhabbat tilini o'zinikilar o'xshash deb qaraydi. Amaliyotda dal o'xshamaydi. Şoň bugunki darsda biz ayollar o'tirisiga o'xshash bo'lmagan muhabbat til to'g'risida so'zlaymiz.